Mana bu yerda bog'imiz, behi bog'imiz. Qisqasi bu yerda vaza qilishimiz kerak behi bog'ni. Kesish usuli shunaqaki, umuman vaza bo'lishi kerak. Ya'ni 5:3 sxemasi 5:3. 5:3 sxemada demak keng bo'lishi kerak, shuning uchun vaza qilishimiz kerak. Vaza qilishda bu yerda hozir tizimimiz o'rtada ham liderlarimiz bor. Shuning uchun hozir buni qisqartirishimiz kerak va hosil yo'qotmaslik uchun o'rtadagi liderlarni olib tashlamasdan bir yaqin 3 yilda sekin-sekin bir 30% kesib, mana shu yerdan biz o'rtani ochsak, keyin sekin-sekin bu yerlardan kesib, oxiri umuman o'rtani chiqarishimiz kerak. O'rtani chiqarishimiz kerak, lekin hozir emas. Ma'lum vaqtda hosilni yo'qotmaslik uchun o'rtasini faqat qisqartirishimiz mumkin, lekin chiqarib tashlamaymiz. Birinchi umumiy shakl berish bilan boshlasak, shu o'rta kerak emas bizga. O'rtani olib chiqarganimizdan keyin qolganlari chiqib ma'lum bo'ladi. Shuni tezroqdan kessak ham bo'ladi. Yon liderlarimiz demak bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta 6 ta yon liderimiz bor. O'rtani chiqaramiz birinchi. O'rtani chiqardik. Endi qolgan yon liderlar qo'yishni boshlaymiz. Demak, bitta liderimiz ketyapti. Unga raqobatda qalin shox bo'lishi mumkin emas. Faqat uni ham qalin shox bo'lsa qisqartirishni boshlaymiz uni ham. Olib tashlamaymiz, tagidan qisqartiramiz uni ham. Demak, liderimiz ketdi bitta o'zi. Shuni shu yerlardan kessak bo'ladi, shu yerlardan atrofida. Keyin mayda qaychi bilan kesamiz uni. Ichkarini oldik, demak, tik shoxni oldik. Mana qalin shoxni olib tashlaymiz kerak bizga. Tik shoxni ham. Mana bu yotgan chiroyli shoxlar bo'ladi. Bular qolmas qoladi. Demak, bu tomonda pastga tushamiz. Shuga tushganimizda demak liderga yaqin shox ketyapti, shuni qisqartirib qo'yamiz, tamom. Bu raqib shox olinishi kerak, lekin buni qisqartirib qo'yib qo'yamiz hozircha. Bu birinchi liderimiz, qisqasi yon liderimiz edi. Ikkinchisi mana bu yerda bitta tik bor ekan, mana bu bor ekan. Chiroylisini qo'yamiz, mana bu bor ekan. Bunisi ham bor ekan. Mana buni qo'yib yorib, bitta bundan qo'ysak bo'lar ekan. Bu qalin bir-biriga o'xshash kerak emas. Tiklar ketadi. Demak, bu olindi. Bu tomondan qo'yadigan bo'lsak, mana bu ikisi kerak emas. Umid bo'lishi kerak emas bu. Buni chiqaramiz. Buni ham qisqartirib qo'yamiz-da. Shuni ham ko'zini qo'yib yuborsak ham bo'lar ekan. Hozircha qisqartirib qo'ydik endi. Ichkarini olamiz. Ichkari qismlarini olamiz. Demak, yon lider bitta, demak, ikkinchi yon liderimiz mana bu. Buni ham qo'yib yuborsak bo'lardi. Hozircha kesib qo'ydik. Mana bunga yaqin bo'lgani uchun. Mana bunisi ikkinchisi bo'lyapti, demak, bitta qoladi bunda ham, mana bitta. Tamom. Ikkinchisi yaqindagi raqib olinadi. Bunaqa shoxlar tik olinadi. Bu juda ham kuchli lekin tepaga. Sal qisqartirib turamiz buni. Tepaga juda ham kuchli shox bu. Shu tik shox kerak emas. Va keyingi liderimiz mana bu yerda bitta bor.